Assalomu alaykum do'stlar hammaga. Bugun sizlar bilan podkastni analizini ko'rib chiqamiz. Ya'ni kerakli so'zlarni birma-bir o'rganib chiqamiz. Demak, podkastni eshitib ketamiz. Ya'ni eshitayotganda kuzatinglar iltimos va kerakli so'z chiqqanda to'xtataman va uni tarjimasi bo'yicha gaplar tuzib muhokama qilamiz. Ketdik. 6 Minutes English from bbclearningenglish.com. Hello, this is 6 Minute English from BBC Learning English. I'm Neil. And I'm Beth. Neil, do you remember the children's television show Lassie? Oh, yes, of course. The show's hero was a dog named Lassie, and Lassie went round helping people in trouble. Yeah. Demak, e'tibor bersanglar, bular bir-biri bilan o'sha gaplashib so'radi va Neil so'radi. Oh yes, of course, the show hero was dog named Lazy, and Lazy went around helping people in trouble. Ya'ni went round verb ing strukturasi ishlatilyapti va tarjimasi nima? Demak, birinchi so'z ruchkani olamiz va yozishni boshlaymiz. Go around plus verb ing. Plus demaylik, verb ing deb ketamiz. Verb ing. Bu strukturaning tarjimasi qilib yurmoq, ya'ni nimadir qilib yurmoq yokida doim shu narsani qilayotgan bo'lish, ya'ni nimadirni qilish degani. Ya'ni doim shu narsaga tayyor turganga o'xshagandaqa so'z ishlatsak bo'ladi. Misol uchun qaranglar. My friend always goes around telling everyone his secrets deylik. Tarjimasi mani do'stim har doim odamlarga o'z sirini aytib yuradi, ya'ni shu narsani qilib yuradi, aytib yuradi ma'nosida beryapti. Demak, aytib yuradi. Yokida I always go around helping children, poor people. Misol uchun endi men har doim kambag'al odamlarga, ya'ni miskin odamlarga yordam berib yuraman ma'nosini bildiradi. Ya'ni o'shanaqa qilib yuraman. Buni xohlagan zamonda ishlatsa bo'ladi. Misol uchun o'tgan zamonda ham ishlatib yursa bo'ladi. Demak, nimadirni odat qilib olgan o'ziga, ya'ni o'sha narsani qiladi ma'nosini bildiradi. Xo'p, yaxshi, davom etamiz eshitishni yana. Well, if you watched Lassie as a child, you might also remember the TV shows Flipper the Dolphin and Skippy the Kangaroo. The stars of these shows were animals who would also come to the rescue of humans in trouble. Ana yerda ham bitta zo'r so'z chiqdi. Bu yerda endi oddiy so'zlar tarjimasiga vaqt ketkazmaymiz. Vaqtni yutish uchun demak, bu shoulardagi yulduzlar odatda hayvonlar ediki, kimki would also come to the rescue of humans in trouble. Bu yoqda o'sha qiyin vaziyatlarga tushib qolgan odamlarga yordamga keladi deyapti. Demak, bu yoqda zo'r so'z bor, come to the rescue of somebody degan so'z. Demak, rescue come to the somebody bu kimgadir yordamga kelish yoki yordam berish ma'nolarini bildirib kelyapti. Xo'p, demak, bu yoqdagi so'zga misol keltirib ketamiz. Demak, yangi o'rgangan so'zlarimizni mana bundoq qilib, bundoq olib qo'ysak qalay bo'ladi? Bu gaplarni bundoq qo'yamiz. Xo'p, keyingi so'zimiz bu come to the rescue. For rescue of somebody bilan keladi. Demak, kimningdir yordamiga kelish, ya'ni kimgadir yordam berish ma'nosida bildirib ketilaveradi. Xo'p, gap tuzib qo'yamiz bitta. Qanaqa gap tuzsak bo'ladi misol uchun? Xo'p. Misol uchun aytsak bo'ladi, yesterday misol uchun my sister was in trouble. Misol uchun kecha mana opacham qiyin ahvolda edi.
luckily desa bo'ladimi? Luckily my dad came to the rescue of her. E'tibor bergan bo'lsanglar, mana kimga yordam berganinglarni ko'rsangiz, o'sha oxiriga qo'yib qo'yasizlar. Hop. Demak, luckily. Demak, mana shu yerda, kecha men opacham trouble'da edi, ya'ni qiyin ahvolda edi, yoki singillar farqi yo'q. Muomatiga meni dadam unga yordamga keldi ma'nosini bildiryapti. Demak, bu yerda o'sha come to the rescue of somebody ishlatilishini yorqin namunasini sizlar ko'rishinglar mumkin. Demak, bu ikkinchi bugun o'rgangan so'zimiz bo'ldi. Davom etamiz. Qayerda edi u? Mana. Hop. This program will be discussing some real-life animals helping people in trouble. It might sound strange, but we'll be hearing how cows are helping to stop fires in Spain. Well, now I have a picture in my head of a cow wearing a fireman's helmet. But I guess that's not what you mean, Neil. Demak, bu yerda ham zo'r ibora, to'g'rirog'i collocation ishlatyapti. Well, no, I have a picture in my mind of something. Demak, tarjimasi bu biror narsani ko'z oldimga keltirdim, ya'ni biror narsani xayolimda tasavvur qildim ma'nosida bildiradi. O'zimiz aytamiz, nimadir deyotganda men xayolimga mana shunaqa keldi yoki men bunaqa qilib tasavvur qilib oldim deydi-yu. O'sha iborani ishlatyapti. Demak, have a picture in somebody's head. Bu endi my so'zi o'zgarib boradi, bilasizlar, ya'ni I bo'lsa myga o'sha короче o'zgarib boradi. He bo'lsa hisga o'zgaradi. Demak, uni xohlagancha o'zgartirish mumkin. Keyin bitta gap bilan uni yozib qo'yamiz. Demak, have yoki e'tibor bersanglar bu have yoki get so'zi bilan ham kelishi mumkin o'zi aslida. Have get a picture. Yana bitta narsani ogohlantiraman. Mana bu yerga xohlagancha sifat qo'shimchasini qo'yish mumkin. Misol uchun clear degan so'zni qo'yish mumkin, aniq deyish mumkin. Xohlagancha o'sha qanaqa tasavvur demoq, tiniq tasavvurmi yoki brilliantmi, misol uchun brutal desa bo'ladi. Blur degani bu xira degani. Ya'ni xira tasavvur. Misol uchun I have a blur picture of nimadir xira tasavvuri degan ma'noni bildiradi. Xohlagancha sifat qo'yishlar mumkin. Demak, picture I have a picture in my head. Bu head o'zgarib boradi, mana bu narsa o'zgarib boradi. Of something. Ya'ni I have a picture in my mind, in my head of something. Ya'ni nimadirni tasavvuri. Tarjimasini yozib qo'ymayapman. Mana uni ham tarjimasi qolib ketdi. Aytmabsizlar? Nima aytmayapsizlar? Ajoyib. Hop, kimgadir yordamga kelmoq. Bu esa ko'z oldiga keltirmoq deb qo'ysak bo'ladi. Ko'z oldiga keltirmoq. Yo'qotib qoldim. Ko'z oldiga keltirmoq. Nima demak? Bundoq qilamiz. Demak, yaxshi. Hozircha yaxshi. Endi bitta gap tuzib qo'yamiz. Qanaqa gap aytsak bo'ladi? Kelib bitta gap tuzamiz. Qachonki sen menga uni tasvirlaganingda, ya'ni tasvirlasang yoki menga misol uchun uzun bo'yli, mehribon bir erkak keldi desak, misol uchun aytsak bo'ladi. Misol uchun when you describe it him, shuni aytsak bo'ladi. I had a picture in my head of a tall and kind man. Demak, head of a tall, kind man.
demak qachonki sen uni tasvirlaganingda manda miyamda uzun va uzun bo'yli mehribon erkak hayolimga keldi, ya'ni ko'z oldimga keldi ma'nosini bildiryapti. Demak, mana shu joyda shu frazalarni yaxshilab o'rganib olishinglar kerak va bularni ishlatsanglar bo'ladi. Buni asosan speakingda ham ishlatsa bo'ladi, zo'r. Bular deyarli hamma speakingda ishlatsa bo'ladi o'z aslida. Misol uchun kimdirni tasvirlamoqchi bo'lsangiz aytsangiz bo'ladi. Kirishda misol uchun har doim men misol uchun kimdir yaxshi do'stimni tasvirla desa, meni hayolimga har doim mana shu odam keladi desa misol uchun. When I describe my best friend or somebody asks me to describe my best friend, I always have or I always get a clear picture in my head of misol uchun Javohir desa misol uchun. Har doim Javohir ko'z oldimga keladi. Kimdir menga tasvirla yaxshi do'stingni turib gap boshlab o'rsa bo'ladi, bu dahshat bo'ladi, haqiqatan ham zo'r bo'ladi. Xo'p, ana endi davom etamiz eshitishni va yangi so'zlarni o'rganishni. Not quite, Beth, but you're right about the fires, or wildfires to be exact. Wildfires are unplanned fires in areas like forests or grasslands which spread out of control. They often happen in hot, dry countries like Spain. So, how could cows help? We'll be finding out and learning some useful new vocabulary as well. And remember, if you like to read along as you listen to the programme, you'll find a script on our website, bbclearningenglish.com. But now I have a question for you, Beth. Some wildfires are caused naturally, but most are the result of human activity. So, according to the Natural History Museum of Utah, what proportion of wildfires is caused by people? Is it A, 2 out of every 5, B, 3 out of every 5, or C, 4 out of every 5? I'm going to guess 3 out of every 5, I think. Let's find out at the end of the programme. Thanks to increasing temperatures caused by climate change, the wildfires happening today are more intense and more Hop, demek Neil gapida let's find out at the end of the program bu tepadagi narsaga kirishaylik mana. Thanks to verb ing ishlatilyapti, e'tibor beringlar. Thanks so'zi rahmat, lekin thanks to verb ing yoki thanks to something bo'lib kelsa, thanks to something bo'lib kelsa, biz uni mana yerga ko'taramiz. Thanks to gerund kelun verb ing deb yozib qolamiz o'zimiz tilimizda. Verb ing yoki da noun so'z kelsa, ya'ni so'z turkumi, ot so'z turkumi kelsa, tarjimasi nimadir qilish yoki nimadir tufayli deb tarjima qilamiz. Tufayli, sababli. Nimadir qilish tufayli bo'lsa verb ing bo'ladi. Noun bo'lsa nimadir tufayli bo'lib tarjima qilinadi. Demak, thanks to something. Nimadir qilish orqali deb biz ma'nolar ishlatishimiz mumkin. Tak, tuk, tak, 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 tuk, tuk. Xo'p. Ana endi kelinglar, bitta gap so'ramiz. Misol uchun, qattiq o'qiganim sababli men imtihondan o'tdim desak, qanaqa bo'ladi? Thanks to studying deb ishlatamiz. Ko'rdingizmi? Mana verb ishlatyapman. ing bilan studying hard. Albatta virgul. I passed the exam. Men qattiq o'qiganligim sababli men nimadan o'tdim? Imtihondan o'tdim. Thanks to ni sinonimlari bor. Albatta bu because of bor, due to bor. Xohlaganini ishlash mumkin. Bu yerda endi thanks to o'ziga ishlatganim uchun shuni tushuntirib ketyapman. Demak, thanks to nimadir tufayli, ya'ni nimadir sababli desak bo'ladi. Xo'p, yana bitta misol kelib qoldi. Uni ham yozib ketamiz. Mayli. Tak, buni o'chiramiz. Misol uchun, thanks to modern technologies, everyone has a lot of opportunities to misol uchun nima qilish uchun to
Get information quickly. Demak, zamonaviy texnologiyalar sababli har bir odamda ma'lumotlarni tezda olish imkoniyati bor. Ya'ni imkoniyatlarni tezda olishga ko'p imkoniyatlari bor degan tarjima hozir bu yerdan chiqib kelyapti. Hozir 1 minut kutib turasizlar. Xo'p, ukam aytar deydi. Ibrohim Jamasdan. Va o'sha uydagilarda qaradi, men qayerdan bilaman. Ajoyib hayotda shunaqa o'chab turadi deydi. Xo'p, mayli, endi davom etamiz, chunki videoda pauza qiladigan joyi yo'q ekan, afsuski. Agar hozir o'chirsam hammasi bir teng bo'lardi. Shuning uchun davom etamiz. Xo'p, demak, zamonaviy texnologiyalar sababli har bir odamda o'tdi opportunities bor deyapti, ma'lumotlarni tezda olish. Deb tarjima qilsak bo'ladi buni. Albatta bu narsa juda ham kerak va davom etamiz, juda ko'p gapirib yubordim menimcha. Xo'p, ketdik. Keyingi so'z saroliga deydi. Destructive than ever before. Here, Craig Langren, reporter for BBC World. O'tib ketib qopti. Demak, qayerda to'xtagan edik? Biz saroliga qaytaraman. 2 out of every 5, B, 3 out of every 5, or C, 4 out of every 5. I'm going to guess 3 out of every 5, I think. Let's find out at the end of the program. Thanks to increasing temperatures caused by climate change. Mana. Thanks to increasing temperatures caused by climate change. Tarjimasi: iqlim o'zgarishi sababli bo'layotgan temperaturaning o'sishi, ya'ni iqlim o'zgarish tomonidan sabab bo'linayotgan temperaturaning o'sishi sababli Wildfires happening today are more intense and more destructive than ever before. Demak, wildfires, ya'ni o'rmon yong'inlari, ya'ni yovvoyi tabiat yong'inlari bugun sodir bo'layotgan deb tarjima qilamiz. Bo'layotgan yong'inlar anchagina kuchli, ya'ni intense, ya'ni juda kuchli va more destructive buzg'unchi, buzib tashlaydigan rock bo'lyapti, ever before degani oldin bo'lgandan ko'ra deyapti. Demak, nima sabab bo'lyapti? Climate change deb. Xo'p, bu yoqda o'rganadigan so'zimiz intense so'ziga e'tiborimizni qaratamiz. Destructive ham, intense ham yonma-yon asosan kelsa, o'sha juda kuchli va buzg'unchiroq bo'lib tarjima qilinyapti. Demak, intense so'ziga e'tiborimizni qaratamiz. Intense. Bu juda shiddatli, juda kuchli tarjimalarda keladi. Misol uchun, musobaqa juda qizg'in bo'layapti desa, misol uchun, qizg'in degan o'sha juda kuchli, qizg'in deb tarjima qilsak bo'ladi. Yoki-da buni ham negativ, ham pozitiv qilib ishlatsak bo'ladi o'zi bu so'zni. Biz malol. Xo'p, keling uni ikkalasiga ham ko'rib chiqamiz. Demak, buni bunday qilamiz, bunday qilamiz. Xo'p, birinchisi o'sha qizg'in deb tarjima qildik, qizg'in. Ikkinchi so'z esa juda kuchli deb tarjima qilsak bo'ladi. Demak, intense, qizg'in va juda kuchli. Xo'p, gap tuzamiz. Demak, the competition was intense last night. O'tgan tuni musobaqa juda ham qizg'in o'tdi ma'nosini beryapti. Yoki-da he fell off the yoki fell over deymiz. Fell over the roof. Tomdan u kecha yiqib tushdi. Misol uchun last nima qilamiz? Last Monday deydi. Last Monday. Ya'ni o'tgan dushanba u tomdan yiqilib tushdi. Last Monday, ya'ni o'tgan dushanba yiqilib tushdi. He felt an intense pain in his leg. U oyog'ida kuchli og'riq sezdi. At
that time, misol uchun o'sha daqiqada, at that moment deymiz yoki at that moment. Moment. Ya'ni o'sha daqiqada u oyoqda kuchli og'riq sezdi desak, intense pain deb ishlatsak bo'ladi. Demak, bu o'sha intense so'ziga misol tariqasida shuni yozsak bo'lar edi, bo'ladi. Tak. Demak, albatta bu so'zlarning hammasini yozib ketinglar daftaringizga, iltimos qolamiz. Xo'p, endi keyingisiga davom etamiz, keyingisini eshitamiz. Tak. Here, Craig Langren, reporter for BBC World Service programme People Fixing the World, discusses the problem with Pablo Shapira of Rewilding Spain, an organisation combating wildfires in central Spain. One of the reasons for this is that the forests have been left to grow unchecked, as there simply aren't enough animals to feed on all the trees, bushes and grass. Demak, biratani gapidan hozir bitta so'z o'rganamiz. Leave to grow unchecked. Ya'ni grow unchecked degani bu hech qanaqa tekshiruvlarsiz, qanaqadir to'siqlarsiz o'sib ketish degani, nimadirni bevosita o'sishiga aytsak bo'ladi. Demak, grow unchecked. Xo'p, bu so'zni ham yozib qo'ysak bo'ladi. Grow unchecked. Unchecked. Demak, nima desa bo'ladi? Nazoratsiz o'smoq. Nazoratsiz o'smoq. Ya'ni to'sqinliksiz o'smoq tarjimasi o'zbek tilida ketaveradi, farqi yo'q. O'zingizlar xohlaganingizcha tarjima qilib qo'ysanglar, faqat shunaqa ma'no chiqsa bo'ldi. Xo'p, misol uchun bitta gap tuzib qo'yamiz. Bog'imdagi misol uchun o'tlar nazoratsiz o'sdi desak qanaqa bo'ladi? Misol uchun the weeds, yovvoyi o'tlarni weeds deymiz. The weeds in my garden misol uchun have grown unchecked have up to now misol uchun. Demak, bog'imdagi unchecked nima qilasiz qo'ydi hozir. Tak, nima hal qilish kerak? Unchecked xatosi bo'lgan. Xo'p, unchecked. Demak, hozirgacha bog'imdagi nimalar, vidlar, ya'ni yovvoyi o'simliklar nazoratsiz o'sib ketdi ma'nosini bildiryapti bu yoqda hozir gapimiz. Yokida siyosatga bog'lab bitta gap sotadigan bo'lsak, misol uchun nimani aytsak bo'ladi? Nima bo'lishi mumkin? If the corruption qilamiz, korrupsiya. Corruptionda ikkita bo'lardi. Corruption grows unchecked agar korrupsiya o'ssa, unchecked o'ssa, it can destroy all destroy the country. Mamlakatni buzib tashlashi mumkin agar korrupsiya nazoratsiz o'ssa deyapmiz. Xo'p. Demak, yana davom etamiz. Yana 2-3 ta so'z o'rganganimizdan so'ng biz davom etishimiz mumkin. And the more dense this vegetation is, the more likely it is to catch fire. What we had before in our ecosystems here in Europe is that we had big grazers. We had bison, we had auros, we had wild horses, and now they are gone from the ecosystem because of extinction, domestication. Demak, bu yoqdagi extinction and domestication so'zlarini o'zingizlar uchun yozib qo'yinglar. Extinction and domestication bu extinction bu yo'q bo'lib ketish, qanaqadir hayvonlarning yo'q bo'lib ketishi. Domestication esa nimadir hayvonlarni xonakilashtirish ma'nosini bildiryapti. Grazer so'zi esa mana shu o'txo'rlar deb aytsak bo'ladi buni. O'sha o'txo'rlar bitta nom bilan aynan bu o'txo'rlarga nima kiradi? O'sha o't bilan ozuqlanadigan hamma hayvonlarni biz grazers desak bo'ladi. Xo'p, davom etamiz.
Many European forests have grown unchecked. If something is left unchecked, nobody controls it or prevents it from increasing. The problem is that when trees, grass and vegetation are left to grow, they're more likely to catch fire. Hundreds of years ago, animals known as grazers would simply have eaten this vegetation up. To graze means to eat grass and other wild plants, and grazers are the animals, including horses, cows and goats, which do this. In English, you can also say a person is grazing if they continually eat snacks or little bites of food. But demak, graze so'zini odamga nisbatan ishlatsak bo'lar ekan deyapti. Odamga nisbatan ishlatsak, o'sha polni og'zi qimirlab yuradigan odamlar bo'ladi, polni tiqib yuradigan odamlar. O'shalarni biz grazerlar desak bo'ladi. Demak, polni nimadirlarni yeb yuradigan odamlar. in modern times, numbers of grazing animals have declined sharply because of extinction, when a species of animal, the dinosaurs for example, no longer exist, and domestication, when wild animals are controlled by humans to work or for food. And as numbers of grazing wild animals decrease, forests and grasslands continue to grow unchecked, leading to the large wildfires which now regularly happen in Spain. Demek bu yerdagi strukturaga e'tibor beramiz. Demek as numbers of grazing wild animals decrease, demek o'txo'r hayvonlarni, yovvoyi hayvonlarning sonining tushib ketishi o'rmon va grassland, ya'ni o'simlik, ya'ni ko'kalamzorlarni davom ettirgan, ya'ni continually chakiti, doimiy tarzda o'sib borishi davom etgan, bular qisqarib borishi davom etganligi sababli large wildfirelar leading to degani qilib, ya'ni olib borib, virgula ing degani ip deb tarjima qilardik. Ya'ni yovvoyi katta wildfirelarni hozir Spainda katta yovvoyi yong'inlarni keltirib chiqardi demoqchi. Ya'ni shu narsalar, ya'ni ikkita narsa, ya'ni hayvonlarni qirilib ketishi yoki uy xonakilashtirib borilishi va forest va grasslandlarni o'sib ketishi. Ya'ni o'sib ketishga bevosita o'sha hayvonlarni yo'q bo'lib ketishi bo'lgan deyapti. That's where our four-legged friends, the cows, come to the rescue. Supported by Rewilding Spain, Pablo has reintroduced herds of toros. Demak, herds of something, yoki herds of toros deb kelgan. Ya'ni herds of degani bu podasi degani. Ya'ni herdship degan so'z bor, podacha deydi uni. Ya'ni herds degani poda, ya'ni madurlarning podasi. Podasiga biz herds of deb tarjima qilsak bo'ladi. Hop, demak, bu yoqdagi asosiylarni, hop, vaqtimiz o'tib ketdi. Yarim soat bo'lish kerak edi, afsuski. Hop, demak, bu yoqdagi so'zlarni aytib qo'yaman. Ikkita so'zimiz bor, biz bilishimiz kerak bo'lgan. Birinchisi voracious. Voracious degani bu o'sha ochopat deydi, ochko'z deydi, o'shunaqa. Ya'ni voracious appetite degani juda ochopat appetite bor, ya'ni nimasi bor? Ishtiyoqi bor nimadir yeyishga degan. Chanqoq deb tarjima qilsak ham bo'ladi, ya'ni voracious appetite. Xo'p, mana shu so'zni ham yozib qo'yamiz. Asosan appetite so'zi bilan kelishi mumkin bu so'z va boshqa so'zlar bilan ham kelaveradi bemalol. Xo'p. Voracious appetite. Voracious appetite. Voracious appetite. Appetite, yeah. Demek badnafs ishtaha deyiladi, ishtaha. Badnafs. Ya'ni to'ymaydi, ochko'zda yeyveradi degan. Hop, misol uchun aytsak bo'ladi. Hop, when gap aytsak bo'ladi misol uchun. Mayli aytamiz. The cows, misol uchun, cows have a voracious appetite for grasses, misol uchun. Mana shu gapni ham keldi. Demak, mollarda o'tlar uchun
badnafs ishtahasi bor ma'nosini bildiryapti. Demak, judayam chanqoq nimasi bor. Ishtahasi bor ma'nosini bildirib kelyapti bu yoqda hozir. Xo'p. Yoki odamga nisbatan ishlatsak bo'ladi, ma'noni kuchaytirish uchun. Unda misol uchun voracious desire bor, kitob o'qish uchun desa bo'ladi. Misol uchun he has got a voracious desire to read books. Kitoblar bilan tinmay o'qiydi, ya'ni chanqoq nimasi bor, ishtahasi bor ma'nosini bildirib kelyapti. Xo'p, davom etamiz. Xo'p, bu yoqda yana bitta so'z bor. Flammable. Flammable degani yonuvchan, ya'ni yonishga moyil bo'lgan narsaga aytiladi. Misol uchun this material is flammable desa, bu material tez yonib ketadigan degani. Tez yonib ketadigan mahsulotlarga biz flammable deymiz. Demak, mana shu joyda to'xtatamiz. Asosiy narsalarni o'rgandik podkast bo'yicha va podkast tashaladi. Buni eshitib, tushunmaguncha eshitaverasizlar. Men birinchi videoni ko'rib chiqinglar. Albatta videoni ko'rib chiqay, videoni oxirida aytyapman. Zo'r bu, ajoyib. Xayr.